Ko'chadan it ushlab bir kunini zo'r qilib o'tkazib bering. Kichikni baxtli qilamizmi? Do'stlarimda bir kichik yurtdim, bundan ola tutdim. Do'stlar itni tutdim, bundan ola kutib turgan hali o'zi bilmaydi. Bugun buni baxtlatamiz. Ketdik. Sana girgandan keyin vohirda tepamda yotib o'tirmayapsizmi? Do'stlar, görganlaringizni bize shartni bajardik. Bugungi itimizni kuni chotki bo'lib o'tdi deb o'ylayman menimcha. Tez kommentariyga keyingi shartni yozib qoldiringlar va videoga birdan like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Itimizda bayram